Organlarni qorin parda bilan qoplanishini bugun ajoyib usulda eslab qolamiz. Demak, boshladik. Qorin parda lotinchasida peritoneum deb atalib, u ikki qismdan iborat. Parietal hamda visceral qorin pardadan iborat bo'ladi. Parietal umumiy tashqi qorin pardani qoplab turadigan bo'lsa, ko'k rangda berilgan, visceral qorin parda esa har bir a'zoni alohida qoplab turadi. Va bundan tashqari biz o'rganamiz, qorin pardani atrofida bo'shliqlar joylashgan va bu cavitas peritonealis deb ataladi. Va qorin parda bilan qoplangandan so'ng a'zolar o'zini tutqichiga ega bo'ladi. Tutqichlarning asosiy vazifasi qorin bo'shlig'ida organlarni ushlab turish vazifasini bajaradi va ular ichak tutqichi ildizlar, ya'ni radix mesenteriy orqali qorin bo'shlig'ining orqa devoriga yopishadi. Demak, organlarning qorin parda bilan qoplanishiga ko'ra 3 ta guruhga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi intraperitoneal organlar bo'lib, ular qorin parda bilan deyarli barcha qismi bilan qoplangan bo'ladi organlarni va o'z mezenteriysiga ega bo'lib, qon ta'minotiga ega bo'ladi. Mezoperitoneal a'zolar esa, misol uchun, tushuvchi va ko'tariluvchi chambar ichak 3 taraflama qoplangan bo'lib, qorin parda bilan bir tarafi ochiq holatda turadi. Ekstraperitoneal organlar esa bir tomondan qorin parda bilan qoplangan bo'ladi yoki umuman qorin parda bilan qoplanmagan bo'ladi. Bir boshdan ko'rib chiqamiz. Intraperitoneal organlar, boya aytganimizdek, deyarli barcha qismidan qorin parda bilan o'ralgan bo'lib, o'zining mezenteriumi, ya'ni tutqichiga ega organlar hisoblanadi. Misol uchun bir boshdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, ko'k rangda berilgan oshqozon, taloq, och ichak, yonbosh ichak, ko'richak va uning chuvalchangsimon o'simtasi ham kiradi. Keyin ko'ndalang yog'on ichak, sigmasimon ichak va 12 barmoq ichakning boshlang'ich qismi, oshqozondan keyingi qismi. Bularni eslab qolish biroz qiyindek tuyuladi, lekin men ajoyib usulni taklif qilaman. Sizlarga ushbu rasmda keltirilgan birinchi gapni to'g'ri tahlil qilib olaylik. Misol uchun, bu bolakayning ismi Otabek ekan. Tunda qorni och, qorni ushlab olgan, och yurganida ko'chada yurib kelyapti. Ko'chada chiroyli sabzavotlari, go'shtlaridan tayyorlangan chiroyli kabob sotib oldi. Demak, gapni bir tahlil qilamiz. Otabek tunda och yurganida ko'chada chiroyli kabob sotib oldi. Endi bu mnemonikamizni ma'nosini ko'rib chiqamiz. Otabek bu yerda oshqozon, tunda taloq, och ichak, yurganida yonbosh ichak, ko'chada ko'r ichak, chiroyli chuvalchangsimon o'simta, kabob ko'ndalang chambar ichak, sotib sigmasimon oldi 12 barmoqli ichak. Bu usulda eslab qolishimizning mazmuni, biz yoshligimizdan o'zbek tilini o'rganganmiz, miyamiz o'zbek tiliga moslashgan. Gaplarni ketma-ket holatda eslab qolishimiz esa yanada unga bog'langan narsani eslab qolishini osonlashtiradi. Biz gapni eslab qoldik. Otabek tunda och yurganida ko'chada chiroyli kabob sotib oldi. Unga bog'liq organlarni bog'ladik. Lotinchasiga keladigan bo'lsak, lotinchasi takrorlanavergan sari u esimizda oson qoladi. Lekin biz o'zbekchasini eslab qoladigan bo'lsak, keyinchalik oson esimizga tushiramiz. Endi mezoperitoneal organlar 3 tomondan qorin parda bilan qoplangan, bir tarafi erkin turadi. Bularga nimalar kiradi? Jigar rangda berilgan, misol uchun jigarni olishimiz mumkin bo'ladi. O't pufagi to'lgan vaqtda bir qismi qorin bo'shlig'ida erkin turadi. Ko'tariluvchi chambarichak, tushuvchi chambarichak, to'g'richakning o'rta qismi hamda siydik pufagi to'lgan vaqtda mezoperitoneal qoplangan bo'ladi. Orqada turibdi, ko'rinmaydi. Endi bunda ham zo'r mnemonika ishlatamiz. Bunda qahramonimizning ismi Jasur bo'ladi. Ismiga mos o'rmonda katta tulki tutib amakiga sotdi. Eslab qolamiz. Jasur o'rmonda katta tulki tutib sotdi. Jasur ushbu odam o'rmonda, mana atrof o'rmon, bug'ular ham bor ekan, katta tulki tutib sotdi bu amakiga. Eslab qolishim juda sodda. Endi bunga organlarni bog'laymiz. Jasur bu jigar, o'rmonda o't pufagi, katta ko'tariluvchi chambar, tulki tushuvchi, tutib to'g'richak, sotdi siydik pufagi. Jasur o'rmonda katta tulki tutib sotdi. Shunga organlarni bog'lab olamiz. Va keyingisi ekstraperitoneal organlar. Bu bir tomondan qorin parda bilan qoplangan yoki umuman qorin parda bilan qoplanmaganga ko'ra ikkiga bo'linadi. Retroperitoneal bu orqa, ya'ni qorin parda bilan bir qismidan qoplangan. Subperitoneal nomiga muvofiq qorin pardaning ostida joylashgan, qorin parda bilan qoplanmagan qismi hisoblanadi.
Dastlab retroperitoneal a'zolarni ko'rib chiqamiz. Bularga nimalar kiradi? Yashil rangda berilgan buyrak usti bezi, birdaniga buyrak bor, orqadan pastga tushib kelgan aortani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 12 barmoqli ichakning qolgan qismi, oshqozon osti bezi, siydik yo'li ureter, qizil o'ngachning qorin qismi, biz qizil o'ngach 3 ta qismga bo'lgandik: bo'yin, ko'krak, qorin. Diafragmaning pastda joylashgan qismi, qorin qismi, aynan o'sha qismi retroperitoneal qoplangan bo'ladi va to'g'ri ichak. Bular bir qaraganda juda qiyin, eslab qolishga juda noqulay. Agar yodlagan taqdirimizda ham bir necha kundan keyin esimizdan chiqib ketadi va men sizlarga taklif qiladigan usul ushbu mnemonika. Endi bu qahramonimizning ismi Botir ismli aka. Botir aka bu inson va O'tloqda otini sotib, bu amakiga bozorga qaytib tushdi narsa olgani. Mana bu bozor muhiti. Bozorga qaytib tushdi. Demak, umumlashtiramiz. Botir aka O'tloqda otni sotib, bozorga qaytib tushdi. Endi shunga organlarni bog'laymiz. Bu yerda Botir buyrak usti bezi, aka aorta, O'tloqda 12 barmoqli ichak, ot oshqozon osti bezi, sotib siydik yo'li, bozorga buyrak, qaytib qizil o'ngach, tushdi to'g'ri ichak. Umumlashtiramiz. Botir aka O'tloqda ot sotib, bozorga qaytib tushdi. O'z qolib ketibdi. Va oxirgisi subperitoneal a'zolar. Buni mnemonika qilishimiz shart emas. Sub degan ostida degani, qorin pardaning eng ostida joylashgan a'zolar. Bularga nima? Prostata erkaklarda, ayollarda bachadon, to'g'ri ichakning pastki qismi hamda siydik pufagi bo'sh holatda subperitoneal qoplanadi.